Birovni buvisi, og'zi, basharasi, onasi qolmasdan so'kinayotgan akalar shu yerda o'tirgan bo'lsangiz. Aka, o'zingiz uchun bilib oling, munofiqlikdan sizda belgi bor. Basharasi qolmayapti, og'zi qolmayapti, qulog'i qolmayapti, buvisi qolmayapti, onasi qolmayapti, inasi qolmayapti, avlodi qolmayapti. Alloh Qur'onda ochiq aytgan munofiqlarni jahannamda kuydiraman degan. Namozxonmisiz? Sizni gapirishim sababi men aytganman, so'kinmayman akalar. Alloh adashtirma, men so'kinmayman. Nimaga? Payg'ambarimiz alayhisolom aytganlar, yomon odamning belgisi tili uyatsiz bo'ladi deganlar. Men yomon odam bo'lgim kelmaydi men. Mol, hayvon, ashqobod bo'lishim mumkin, lekin so'kinmayman. Birovni ham so'kmay. Men sizlarga shuni maslahat qilaman, so'kining ekan, so'kinmang. Xotiningiz bo'lsa ham so'kmang, bolangizni ham so'kmang. Palon daqasini kimdirlar o'shanga aytayapti. Aka, mana til bor-ku, a'zoning eng kichiklaridan bittasi.